Mana shu basseynga borib cho'milaman. Basseynning uzoqligi 12 metr. Bu tomondan bir shing'ib nari tomondan chiqsam, "Uni chol" deydi, suv teyda ketyapti. O'sha yerdan chiqsa biz chiqa olamizmikin deydi. Yo'q, bu saqal qo'ygan, hali bu yosh deb qo'yadi. Sodda va samimiy bu inson Olimjon Yo'ldoshev Uchko'prik tumanida istiqomat qiladi. 63 yoshni qarshilagan otaxon sport bilan muntazam shug'ullanib keladi. Har kuni erta tongda yugurishni o'zi uchun odatga aylantirgan. Inson bahri dili ochiladi, yayraydi bu paytda deydi qahramonimiz. Ertalabda ishingiz unumli bo'ladi. Allohga shukr va sport bilan hayotimiz yaxshi. Kim sport bilan shug'ullansa, yaxshi, sog'lom yuradi. Harbiy xizmatdan so'ng oliy ta'limda o'qib yurgan vaqtlarda ham sport bilan oshno tutindi Olimjon Yo'ldoshev. Futbolga qiziqishi sabab tumanda futbol klubini tashkil qildi. Sport bilan faoliyatimni sport maktabida boshlaganman. O'zimizni tumandagi markaziy stadionda murabbiylik faoliyatini qildik. Eyda Zafar futbol klubini tashkillab, respublika musobaqalarida qatnashib kelganmiz. Olimjon Yo'ldoshev nafaqat o'zi sport bilan shug'ullanmoqda, balki oilasiga ham namuna va o'rnak bo'lmoqda. Ikkita qizim, bitta o'g'lim. Ular hamma sport bilan emas shug'ullanadi. Oilam, nevaralarim hammasi mendan o'rnak olib, hammasi sport bilan shug'ullanishadi. Hamma narsa oiladan, sog'lom turmushdan kelib chiqadi. Sog'lom turmushda hamma vaqt qolganlar ham sog'lom bo'ladi. Qolganlar ham shunga qarab uydagilar ham ergashadi. Sog' tanda, sog' aql deydi. Kasallikni oldini olishda, kasallikni yengishda sportning o'rni katta. Buni Olimjon Yo'ldoshev o'z hayoti misolida shunday izohlaydi. Hozirgi kunda hech kasal bo'lganimni eslolmayman. Men kasal bo'lsam ham, saljinga kirib tegib qoladigan bo'lsa ham sport bilan yengib o'ramiz. Dori desa to'xtanglar deyman. Menga dori olib kelmay turinglar. Men o'zim sekin shug'ullanib yengaman deyman. Sog'lom hayot sari birgalikda shiori ostidagi 5000 qadam piyoda yurish marafonlarida ham Olimjon Yo'ldoshev doimo faol ishtirok etadi. Yoshlarni ham sport bilan shug'ullanishga, sog'lom hayot tarzini tanlashga targ'ib qiladi. Yoshlarga aytadiganim, sizlar ham sport bilan shug'ullanib, prezidentimizning qarorlarini amalga oshirib, hozirgi kunda yoshlarimizga mana bunday maydonlar, sport maydonchalari, turnir maydonchalari bizning yoshligimizda yo'q edi. O 5 kilometr bitta maktabda burus bor edi, o'shaga borib o'ynab kelardim. Yugurib borib. Hozirgi kunlarda har bitta maktabda, har bitta kollejda hamma sharoitlar bor. Zallar, trenajyorlar, trenajyor xonalar ochilib ketdi hozirgi kunlarda. Sharoitlar bo'ldi. Mana shunda aytamanki, shu sharoitlardan hayotingizdan unumli foydalaning. Ertaga qarib qolganda shug'ullanolmaysiz. Yoshlikda shug'ullanib yurgan odam qariganda ham shug'ullanaveradi. Albatta ozgina harakat tanaga tetiklik inson ruhiga quvvat bo'ladi. Shunday ekan oramizda Olimjon Yo'ldoshev kabi sportsevarlar, sog'lom turmush targ'ibotchilari ko'payaversin. Ularga hamroh yurtdoshlarimiz soni ortaversin.